Mennan Uyg'ur. Mennan Uyg'ur, ya'ni Abdumennan Majitov O'zbekistondagi danglik Uyg'ur teatr artisti, rejissor, tercüman ve dramaturgdur. O 1897 yılı 10. ayının 11. günü Toshkentda tug'ilgan. O kasbiy hayotini 1916 yılı Toshkentdagi Turon o'mikining havaskor artisti sifatida boshlagan. 1919 yılı O'zbekistonda kasbiy o'mak tashkillab ve onunga rahbarlik qilib artist sifatida o'yinlarga qatnashgan. 1924 1927 yillari Moskvada O'zbekiston Ma'arif uyidagi drama studiyasida o'qigan. Mennan Uyg'ur dastlabida Hamzi teatrxonasining a'zosi bo'lgan. Keyin bu teatrxonaning rejissori ve san'at diktori vazifasini o'tagan. O O'zbekistonda aktyorlik maktabi qurishga to'hfa qo'shgan. Mennan Uyg'ur o'rinlagan nomerlar ijtimoiy alohidaligining to'g'riligi, jonliq milliy rangi ve mis ko'rinishlarining ifodalanishi bilan alohida farqlangan. O sahnada nutq so'zlash xizmatiga alohida ahamiyat bergan. Mennan Uyg'ur ko'plagan komediya yozgan. Ozarbayjon ve Tatarcha teatrlarni o'zlashtirgan. O Toshkent teatrxonasi ve san'at institutida o'qituvchilik qilgan. O 1955 yılı 16 oktyabr vafot bo'lgan. O Toshkentda Çağatay qabristonligiga dafn qilingan. Toshkentning Uchtepa ve Shayxantavur rayoniga joylashgan Mennan Uyg'ur ko'chasi O'zbekistonning danglik teatr erbobi, rejissor, artist Mennan Uyg'urning ismi bilan atalgan. O O'zbekiston teatrxonasi ve O'zbekiston davlatlik teatr maktabini qurg'uvchilarining biri. O O'zbekiston davlatlik drama teatrxonasini tashkillagan. Uning qo'l ostida bu kollektivning eng yaxshi kasbiy ve axloqiy an'anasi, estetik an'anasi taraqqiy qildi. Uyg'ur O'zbekiston san'atchilik sohasining shon sharifi ve iftixori hisoblangan bir necha avlod artist, rejissor ve aktyorlarni tarbiyalab yetishtirdi. Uning o'quvchilari ichida A. Xodiyatov, S. Shanturayev, Ş. Burxanov, N. Rahmanov, A. Xodijayev, L. Nazrullayev qatorliqlar bor. Mennan Uyg'ur ustoz san'atkor bo'lish sifati bilan izchil ravishda sifatlik artistlarni tarbiyalashga kuchidi. Uning eng yaxshi asarlari Shakespeare ve tarixiy o'yinlari cho'ng tipdagi teatrxonalarda qo'yildi. Uning hayoti artistlik san'ati to'g'risidagi ko'z qarashlar bilanla cheklanib qolmadi. O bu kasbini atrofliq egilashdan sirt kundalik gazetlardan tortib boshqa turdagi kitob materiallarni jonliq ravishda tarjima qilish mahoratini pishiq egiladi. Uning artistlar bilan bo'lgan munosabati doimla ulardan tecrübe ügünüş yoki ularga tecrübe ügütüş idi. Bir dramada 2 hatta 3 artistning rolini alatdi. Mennan Uyg'ur sahne maharatiga ahamiyat berib, her bir hareketning inchki bo'lishini, artistning badan tili, harakati ve so'zida zil ve astoydil bo'lishni qo'lga keltirdi. Uning yaxshi ko'radigan artisti Abor Hidoyatovning qiyofat podshohi deb atalganligi bekor emas. Mennan Uyg'ur repetitsiyada mundoq dedi: Agar tomoshabinlarga dumbingizni qilib sahnada turgan bo'lsangiz, undaqda rolni dumbingiz o'ynasin. Mennan Uyg'urning ijodiyat tajribaxonasidagi repetitsiya alohida o'rinni egallagan. O'zbek tilini pishiq biladigan Mennan Uyg'ur favqulodda adabiy didga ega bo'lib, ko'plagan teatrlarni yozgan va tarjima qilgan. Mennan Uyg'ur rejissor bo'lish sifati bilan nurg'un o'yinlarni o'ynagan. Ko'pinchisi 20 asrning
20-yillarining beshida edi. U har yili 20 qitim o'yin qo'ygan edi. Mendan Uyg'ur ayni yillarda G. Yunus, G. Zafari, A. Qadiri, Fitrat, Hamza, M. Behbudi, Cholpan, A. Avloni, A. Bedri va Xurshid qatorliqlarning teatrlarini sahnalashtirgan. Mendan Uyg'ur artistlikdagi muvaffaqiyatidan keyin tunji qadamdan boshlab adabiy asar tarjimachiligi va dramaturglikqa yuzlandi. U drama sifatida 1920-yillarining 5-ida yezib chiqqan drama asarlaridan Azerbaycan yozuvchisi He Javidning teatrlari asos qilib yozilgan Shayx Sanan va Iblis qatorliq dramasi mashhur. U yana O'zbekistonning yangi teatrxonasining qandoq bo'lishi kerakligi to'g'risida izlanib, xudjum rejissorlik qilgan teatr shaklini tajriba qilib o'zlashtirishga boshlaydi. Yevropa uslubidagi teatr va Maspara Bozovning O'zbekiston xalq teatrxonasining an'anasini biriktirishning yo'llari haqida izlangan. Mendan Uyg'ur 1932-yili O'zbekiston xalq san'atkori degan nomga erishgan. 1935-yili Arzusi Shekspirning asarlarini sahnaga elib chiqqan va qizg'in qo'llashga erishgan. Butun hayotini adabiyot san'at sohasi uchun atagan ko'p qirliq san'atkor Mendan Uyg'ur 1955-yili vafot bo'lgan. 2001-yili O'zbekiston Cumhuriyeti prezidentining farmoni bilan vafot bo'lganiga 55 yil bo'lgan Mendan Uyg'ur ko'rsatgan buyuk xizmatlari uchun O'zbekiston davlatlik sharaf ordeni bilan mukofotlangan.